Söyümlük dostlar yaxşımsızlar. Bugün tərxəmək soğuq suyu etishini öyrənimiz. Materiallar. Tərxəməkni urub yumuştimiz. Bunda qilganda tərxəməkə texim yaxşı təm kirgizgil bo'ladi. Ondan hamma ko'ktatlarni to'g'raymiz. To'g'ralgan tərxəməkning ustiga oldi bilan samsoqni solamiz. Ondan bir qoshiq shimshov, kichik yarim qoshiq xavyov, 3 qoshiq achchiq suv, yarim qoshiq kunjut miyi qo'yamiz. Oxirida qolgan ko'ktatlarni qo'shib takshi aralashtirsak tayyor bo'ladi. Albatta programmamiz tex oxirlashgani yo'q. Teximiz har xil mazmunlar sizni saqlab turadi. Davomli hozirlaning. Dadam shu yaxshilik yerda qolmas degan bu haqiqatni qanday tushunsak bo'ldi? Bu rost bir haqiqat qara. Yaxshilik haqiqatan yerda qolmaydi. Cho'qim qaytadi. Menda bir hodis bo'ldi-da, er ayol ikkilisi ishdan qolib qolgan bir ishsizlar bir jup er ayol bor. Bu haqiqatan men o'zim anglagan bir hikoyamiz, bizning jamiyatimizda bo'lgan bir hikoyada. Ikkilis ishdan qolib qolgan. Xizmat hozir yo'q. So'ndan bular turmushda biroz qiyinchilik uchrab qoldi. Do'stlarining buni yordamiga erishdi, ammo muhabbatga erishdi, iqtisodiy jihatdan, ma'naviy jihatdan qo'llashga erishishni bilan atrofidagi yaqin do'stlarining, qarindoshlarininki yordami bilan bu ikkisi kichkina bir 100 ming franc keldigan bir oshxona ichib oldi. Hamda ayni vaqtda o'zlari nima shu iqtisodninki dardini ko'p tatgan er ayollar bo'lg'ashqa, bu yosh er ayollar hamda oshxona ochgandan keyin oqshom atisi ancha-muncha do'konning oldiga kelib qolgan o'zidimmi, hali tuvarak odamlarning holini so'rab turishni unutmadi-ku. Shuning bilan shu jutda bir 10 nechiligam ishsiz, kunda ish izlab kunda o'zining amgiga tayinib jon boqadigan 10 necha bir odamni kunda tush vaqtida soat 12 da tomoq vaqtida cho'qim meniki kelinglar. Men sizlarga bir vaqtda tomoq o'rinlashtirma deb mush ishni o'ziga bir kundalik vazifa qilib ol, bu er ayollar oshxonadachi. Xaridami keldi, 10 nechalik ishlamchi odamlar endi ish topa olganlari u kun kelmaydi. Ish topolmaganlar cho'qim kunda saat 12 dan bir şey kelib bir vaqt tomoq yeydigan ko'ngan. Shuningdan bu er ayol xushallik topdi-da. Qo'siq ochqagan bir necha odamlarni qo'sig'ini to'yg'izdiqda shunda. Rahat. Bu oshxonaga kunda tushda odamlar nihoyat miji kelgandan keyin bu odamlarning psixikasida qaysi oshxonada odam to'plashsa shu oshxonaga to'plash texmi odam yig'iladigan, hatto paydo yo'q tomoq yeydigan bunda bir ish shaklida ma'u odamlarning psixikasidagi bir ish shuni bilan kunda bundan tushlik tomoqqa ulgurmaydigan. Osh qator turib mana keyin birisi yeb qo'ygandan keyin yana birisi kelib o'tirib yeydigan mashunda ahvollar. Demak, oshxona savdosining yaxshi bo'lishiga 10 necha 20 ga yaqin odamlarning kunda to'xtamay kelib tomoq yeyishib sabab bo'lib qolgan narsa. Kunlardan kun o'tib yo'ldoshi bir kun tushda bu oshxonaga sayko'ktat oldigan bir ishlar bormiz. Yo'ldoshi bozorga ketibdi. Dal soat 12 da mau do'konga chaploqli qo'shni bir do'kon borki, u kiyim-kechak sotadigan do'konki. Qanday bo'lgan to'kib ketdimi yo boshqa sababdimi o't ketib qoldi-da haliqi yan tarafdagi do'konga. Shuni bilan faraz puruslar kiyim-kechak bo'lgandan keyin o't ulg'ayiblar, mush yan tarafga, ya'ni mushu er ayolning oshxonasiga bu o't ulg'ayib mangdigan gap. Bu chaqda ham do'konning odamlari o'zining avvali bilan, hamma do'konning odamlari o'zining avvali bir-biriga yordam qilolmaydi. Xaridorlar qochdi degan xatarli bo'lib ketdi. Lekin
Hele tamak yiyip kelgan 12 adam var ki bu yerda sizkin. Şu 12 dehqon ishlamchi bu avvalda ko'rib endi qachon mushu chiqisiga bir yaxshilik qilamiz biz deb yaxshilikni qaytaramiz deb yurgan odamlar voy mayoq o't yamrab qoldi degan ko'rablar shu chapanchorsiz sepib suv to'kib simni uzib shu hamma qildigan ushaq tayyorlikni oldini olish ishlarining hammani bajarni o't o'chirish kap bo'g'ich bo'lgan orliqda ichki o'tni orlig'ini uzib ekanman o'shki dehqon ishlamchi ketman gurjaklarni ish qisilib to'p tashlab suv to'kib deganda demak men oshxona shu kuni saq qoldi ekan shu bu hikoyani men angladim shu do'stimdan va arayalishkisi tushdan keyin kelib do'konni saq hamda kiyim kechak do'konni kuyakdika bajarni kap bo'g'ich bo'lganlikda siz kuydigan narsa bo'ldi men o't o'chirishmo qutqizish qilibdi biroq ma oshxona faqatlam ziyonsizda mushunda bir ish bo'ldi deb menga deb berdi har ayol ikkisimi bir haqiqatni bildi biz birisiga qilgan yaxshilik hargiz yerda qolmaydi ekan mana hozir bizning turmushimizda bo'layotgan bir amaliy ishlar orqali tushunishga bo'ladi demakki birisiga qilgan yaxshilik sen xuddi bankaga solib qo'ygan puldek cho'qim sening hal qilg'ich bir vaqtingda sana esqatadi seningdan yaxshilik erishgan odam tarafidan qaytdi yoki boshqalar tarafidan sana qaytdi yoki sening balavoqing qaytdi degandek bugun qaytdi yoki at qaytdi aman bu yaxshilik yo'qolib ketmaydi. Salam hörmətli dostlar, hazırki vaxtınızlar xeyirli olsun. Biz bugün Nazife Tannaz yürüyüşçüləri bilan tanışıb çıxımız. Görüb turubsizlar bu bizningki Tannaz yürüyüşçülərimiz. Bu qaçılarımızның materialı bolsa, muhit asraydigan sapaldan yasalgan 1280 gradusluq yuqori temperaturada tavlangan. Gül qaviti bo'lsa, o'tir qismiga aylangan bo'lib, yemeklik bilan bevosita uchrashmaydi, xotirjam iste'mol qilsangiz bo'ladi. Undan keyin ustidagi gul naqshlarini xuddi rassom chizganga o'xshash bir chekitdan chizgan, qo'lda chizilgan, odatda buni tutgan vaqtingizda his qila olasiz, qapatma holatda. Har bir chekitlarni chizgan vaqtingizda qapatma holatda sizga tuyuldi. Shunchalik go'zal, shunchalik chiroyli. Ranglari paqiraq ham suzuk. Bizning bu yürüyüşlerimiz ismi cismiga loyiq Tannaz yürüyüşleri.